Demak, Soliq kodeksi 10-moddasi adolatlilik prinsipi. Modda 3 qismdan iborat. Adolatlilik prinsipini 3 qismga bo'lib tushuntirilgan va 3 xil holatlarni ta'kidlab o'tilgan. Demak, birinchi qismda soliqlar va yig'imlar kamsitish xususiyatiga ega bo'lishi hamda ijtimoiy, irqiy, milliy, diniy va boshqa shu kabi mezonlardan kelib chiqqan holda qo'llanilishi mumkin emas. Demak, albatta bu yerda ijtimoiy deyilganda boy kambag'allar nazarda tutiladi. Masalan, ijtimoiy ahvoli yaxshi yoki yomonligiga qaramasdan barcha uchun soliqlar bir xil. Masalan, mol mulk solig'i bo'lsa, u boy bo'lsa ham mol mulk solig'i, mol mulki bo'lsa, mol mulk solig'i to'laydi. Stavkalar hamma uchun bir xil. Bu yerda shu narsaga e'tibor berish kerakki, masalan, nogironligi bor shaxslar bo'lishi mumkin, ular uchun alohida imtiyozlar berilgan. Yoki o'qishga kirganda to'lov kontraktini to'lab berish bor, yoki yosh oilalar uchun alohida imtiyozlar berilgan. Yosh oilalar ipoteka krediti orqali uy-joylarga ega bo'lsa, ular uchun imtiyozlar berilgan. Bular adolatlik prinsipiga zid emas. Bu ma'lum bir maqsad uchun, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash uchun, aynan o'sha sohani, o'sha jamiyatning o'sha qatlamiga ijtimoiy ko'maklashish maqsadida amalga oshirilgan hisoblanadi. Masalan, nogironligi bor shaxslarga albatta yordam kerak bo'ladi, yoki yosh oilalarga ham ular jamiyatning poydevori, keyinchalik ularga yordam berish uchun va jamiyatda ularni o'z o'rnlarini topishlari uchun davlat tomonidan mana shunaqa imtiyoz tariqasida yordamlar ko'rsatishi joriy qilingan va bu adolatlik prinsipiga zid emas. Xo'sh, ikkinchi qismda yoki birinchi qismni davomi sifatida masalan irqiy, milliy, masalan qozoqmi, qirg'izmi yoki tojikmi, o'zbek, barcha uchun bir xil diniy, masalan xristianmi, islom diniga taalluqlimi, barcha uchun soliqlar bir xil yoki soliq majburiyatlari bir xil hisoblanadi. Ikkinchi qismi mulkning shakliga, jismoniy shaxslarning fuqaroligiga yoki kapitalning kelib chiqish mamlakatiga qarab farqlangan soliq stavkalarini, soliq imtiyozlarini yoki boshqa afzalliklarni belgilashga yo'l qo'yilmaydi. Demak, mulkchilikning shakliga, mas'uliyat cheklangan jamiyatmi yoki aksionerlik jamiyatmi, bir xil soliqlar bir xil belgilanadi. Soliq majburiyatlari bir xil ularda. Faqat mulkchilik shakliga qarab farqlanadi. Masalan, MCJlarda boshqacha, ta'sischilar yoki o'sha ishtirokchilarning o'zlarining majburiyatlari, huquqlari boshqacha, aksionerlik jamiyatlarida boshqacha. Baribir ham lekin soliq majburiyatlari ikkalasida ham bir xil. Yoki jismoniy shaxslarning fuqaroligi, u O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'ladimi, Tojikiston Respublikasi fuqarosi bo'ladimi yoki Qirg'iziston, Qozog'iston Respublikasi fuqarosi bo'ladimi, O'zbekiston Respublikasi hududida daromad olsa yoki O'zbekiston Respublikasi hududida qandaydir soliq majburiyatlarini bajarish yuzaga kelsa, barchasi uchun bir xil shu qonunda belgilangan tartibda majburiyatlarni bajaradi. Alohida bir davlat uchun alohida normalar belgilanmagan. Yoki kapitalning kelib chiqish mamlakatiga qarab farqlangan soliq stavkalari. Kapitalning kelib chiqish mamlakati qaysi mamlakatdan kelib chiqyapti, u alohida mamlakatlar uchun alohida stavkalar yoki alohida majburiyatlar belgilanmagan. Qaysidir davlatlar bilan xalqaro shartnomalar tuzilib, turli xil o'zaro kelishuvlar amalga oshirilgan bo'lishi mumkin, pasaytirilgan soliq stavkalari yoki boshqa xil tartibda turli xil imtiyozlar o'zaro davlatlar o'rtasida belgilangan bo'lishi mumkin, lekin bu alohida qonunchilikda belgilanmagan. Alohida qaysi davlat mana bu davlat uchun alohida 5% stavka yoki keyingisiga 10% stavka qo'llanadi deyilmagan. Barcha uchun bir xil. Demak, keyingi 3-qismda fuqarolarning o'z konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishga to'sqinlik qiladigan soliqlarni belgilashga yo'l qo'yilmaydi. Demak, konstitutsiyaviy huquqlarimiz bosh qonunimizda hisoblangan konstitutsiyada keltirib o'tilgan. Albatta, biz uchun asosiy qonun hujjati bu konstitutsiya hisoblanadi. Oldingi moddalar sharhida ham keltirib o'tgandik, piramidaning eng yuqorisida konstitutsiya turgandi va konstitutsiyaga zid bo'lgan har qanday qonunchilik normasi bekor qilinadi. Konstitutsiya bosh qonunimiz, undagi huquqlar butun jamiyat uchun belgilangan va undagi huquqlarni yoki erkinliklarni to'sqinlik qiladigan normalar yoki soliq majburiyatlari mavjud bo'lsa, unda ular adolatlik prinsipiga zid hisoblanadi va
u qonunchilik normalari bekor qilinadi, qabul qilingandan boshlab bekor qilinadi.